Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan har bir haydovchi va har bir yo'lovchi bilish shart bo'lgan juda muhim mavzu haqida gaplashamiz. Ishoning, lekin har kuni yuzlab haydovchilar o'z aybi bilan emas, balki boshqa bir insonning bexabarligi sababli jarima to'layapti. Eng achinarlisi shuki, bu holatga sabab bo'lgan yo'lovchi bu haqda hatto bilmayapti ham. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, balki bu ma'lumot ertaga sizning o'zingizga yoki yaqinlaringizga kerak bo'lib qoladi. Ha, albatta kerak. Hurmatli do'stlar, har kuni ko'chada bir xil manzarani ko'ramiz. Yo'lovchi shoshilyapti, taksi chaqirgan, borib aynan piyodalar yo'lakchasining yonida turib oladi. Uning maqsadi oddiy, haydovchi meni tezroq ko'rsin. Lekin u bilmaydiki, haydovchi uni ko'rib to'xtagan paytda kamera shu holatni qoidabuzarlik sifatida qayd qilishi mumkin. Qayd qiladi ham. Bu mashinani to'siyapti deb haligi odam o'tib ketaveradi. U yo'lakdan o'tmayapti, yo'lakdan o'tmoqchiga o'xshab turibdi, lekin o'tmaydi yo'lakchadan. Mashina ashuni bilib haydovchi o'tib ketaveradi, unga jarima shaqashaq qilib yozilaveradi. Eng qizig'i esa yo'lovchi mashinaga o'tiradi, manzilga yetib boradi, ammo bir necha kundan keyin haydovchiga jarima haqida xabar keladi. Men o'zim ham bunday holatlarga bir necha marta duch kelganman. Hatto mashinadan tushib yo'lovchilarga nima uchun bu yerda taksi kutish mumkin emasligini tushuntirganman. Haydaganman, nariroqda tur yo beriroqda tur, peshoxodni perehodda taksi ushlab turma, o'tsang o't deb bir necha marotaba aytganman. Ularni shu mashinadan tushib yo'lovchilarga nima uchun bu yerda taksi kutish mumkin emasligini tushuntirganman. Ularning aksariyati bu haqda birinchi marta eshitayotganini aytishgan. Shunda o'ylab qoldim. Bir necha kishiga tushuntirgandan ko'ra YouTube orqali minglab odamlarga yetkazish foydaliroq ekan, osonroq ekan. YouTube orqali yetkazish, Instagram orqali yetkazish. Instagramga tushmaydi, YouTube'ga tushadi. Hurmatli yo'lovchilar, men yo'lovchilarga murojaat qilyapman. Sizlardan bitta iltimos, taksi kutayotganda iloji bo'lsa piyodalar yo'lakchasidan biroz uzoqroq turing. Bu sizdan hech qanday ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Ammo ana shu bir necha qadam bilan bir haydovchini ortiqcha jarimadan saqlab qolasiz. Yana bir narsani unutmang. Deyarli har bir oilada haydovchi bor. U otangiz bo'lishi mumkin. U akangiz bo'lishi mumkin, u ukangiz bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz bo'lishi mumkin. Siz boshqa haydovchini jarimadan asrasangiz, ertaga kimdir sizning yaqiningizni ham jarimadan asraydi. Bu o'zaro hurmat masalasi. Endi haydovchilarga murojaat qilmoqchiman. Agar yo'lakcha yonida qo'l ko'tarib turgan yo'lovchini ko'rsangiz, darrov o'sha joyning o'zida to'xtashga shoshilmang. Imkon bo'lsa qoidani buzmasdan xavfsiz joyda to'xtang. Keyin esa yo'lovchiga xushmuomalalik bilan sababini tushuntiring. Ishoning, ko'pchilik yo'lovchilar bu haqda bilmaydilar. Sizning bir og'iz tushuntirishingiz kelajakda o'nlab haydovchilarni jarimadan saqlab qolishi mumkin.
Bugungi kunda hamma narsani internet orqali o'rganamiz. Shuning uchun kelinglar, bu videoni imkon qadar ko'proq odamlarga yetkazaylik. Chunki bitta ulashilgan video yuzlab haydovchilarning hamyonini asrab qolishi mumkin. Hurmatli obunachilar, yo'l harakati madaniyati faqat haydovchilarga bog'liq emas. Unda yo'lovchilarning ham mas'uliyati bor. Har birimiz ozgina e'tiborli bo'lsak, yo'llarda ham xavfsizlik oshadi, ham ortiqcha jarimalar kamayadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni do'stlaringizga hamda yaqinlaringiz bilan ulashing. Balki aynan siz ulashgan video kimnidir katta jarimadan saqlab qolar. Salomat bo'ling.